بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت حميس رضي الله عنها aytadilar: ألا أعلمك بكلمات تقولهن عند الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. aytadilar sallallohu alayhi vasallam, sizga bir kalimalarni o'rgataymi? G'am tashvish kelganda, og'ir kunlar, mashaqqatlar, g'am tashvishlar kelganda o'qiydigan kalimalarni o'rgataymi deydilar va o'rgatadilar shunday deb: Allohu Allohu Robbi la ushriku bihi shay'a. Alloh meni Robbimdir, men unga hech bir narsani sherik qilmayman degani. Boshqa hadisda aytadilar: Man asabahu hammun aw ghammun aw suqmun aw shiddatun faqala Allohu Robbi la sharika lah kushifat zalika anhu. Kimga bir g'am tashvish yetadigan bo'lsa, yo bir kasallik, yo bir og'ir kunlar yetadigan bo'lsa, mashaqqatli kunlar yetadigan bo'lsa, Allohu Robbi la sharika lah desa, mana shu kelgan g'am tashvishlar, kasalliklar va og'irliklar kashf bo'ladi, o'tib ketadi dedilar. Allohu Robbi la sharika lah. Alloh meni Robbimdir, uning sherigi yo'qdir degani. Qisqagina kalima. Allohu Robbi la sharika lah. Buni yodlab olish juda ham yengil. Allohu Robbi la sharika lah. Shuni yodlab olib, har qanday g'am tashvish kelganda, har qanday og'irlik, bir yo kasallik kelganda shuni ixlos bilan o'qing. Chunki buni Allohning Rasuli aytayapti. Kimga g'am tashvish kelganda, kasallik yo bir og'ir kunlar kelganda mana shuni o'qisa, kashf bo'ladi, o'tib ketadi, ochilib ketadi deyaptilar. Yana boshqa hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'am tashvish vaqtida, og'ir imtihonlar kelganda o'qiladigan yana bir duoni o'rgatadilar. Aytadilar: Allohumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn va aslih li sha'ni kullah la ilaha illa ant. Qaytaraman duoni: Allohumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn va aslih li sha'ni kullah la ilaha illa ant. Ma'nosi: Allohim, seni rahmatingni umid qilaman, meni o'z holimga tashlab qo'ymagin. Bir marta inson ko'zini ochib yumguncha ham yoki ko'zni bir yumib ochgan vaqtgacha ham meni o'zimni o'zimga, o'z holimga tashlab qo'ymagin va meni holatimni isloh qilgin. Mening holimni hammasini, boshdan oyog'igacha barchasini isloh qilgin. La ilaha illa ant. Sendan boshqa iloh yo'q, yagona o'zingsan degani. Yana bir hadisda Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ushbu duoni o'qir edilar va sahobalarga buni o'rgatar edilar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar: Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xizmatlarini qilib yurar edim. U kishi doim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xizmatlarida bo'lar edilar. Aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam quyidagi duoni
juda ham ko'p o'qir edilar. Shu duoni ko'p eshitganman Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan deydilar. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn va dala'ad dayn va g'alabatir rijal. Bu duoning ma'nosi: Allohim, men sendan g'am tashvishlardan, ojizlikdan, dangasalikdan, baxillikdan, qo'rqoqlikdan, qarzga botib qolishdan va odamlarni meni ustimdan g'olib kelishidan panoh so'rayman degani bu. Olimlar bu hadisga sharh beradilar. Nima uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu duoni ko'p o'qiganlar? Chunki g'am tashvish insonni mashg'ul qilib qo'yadi. Foydali ishlardan to'xtatib qo'yadi. Asabini buzadi, sog'ligini buzadi, ta'sir qiladi. Oilasiga, bolalariga ularning haq-huquqini to'lab bera olmasligi mumkin. Agar asabi buzilsa, birovning haqqini vaqtida ado qila olmasligi mumkin. Qo'pollik qilib qo'yishi mumkin. Bu o'zini ishlariga ham zarar beradi, dunyo ishlariga ham zarar beradi, din ishlariga ham zarar beradi. Va qalbni ham xotirjam qilmaydi. Ibodatga ham ta'sir qilishi mumkin. Bu ham dunyosiga, ham diniga zarar bo'lgani uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni o'qiganlar va sahobalarga mana shuni o'qing deb maslahat berganlar. Imom Abu Davud Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda u kishi aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kun masjidga kirdilar. Masjidda ansoriylardan birisi o'tirar edi. U kishining oti Abu Umama edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishini ko'rib aytdilar: "Ya Aba Umama, mali araka jalisan fil masjid fi g'ayri vaqti salah." Aytdilar: "Ey Abu Umama, nima bo'ldi? Namozdan tashqari vaqtda, ya'ni namozni vaqti emas, sizni masjidda ko'ryapman. Nima uchun masjidda o'tiribsiz bu vaqtda? Ya'ni bir muammongiz bormi?" deb so'raganlarida qala humumun lazimatni va duyunun ya Rasululloh. Abu Umama radhiyallohu anhu aytdilar: "Ey Allohning rasuli, meni g'am, tashvish va qarz qoplab oldi. Ya'ni meni lozim tutdi. Ajralmaydigan bo'lib qoldi. Ham g'am, tashvish, ham qarz, qutulolmayapman bundan." Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Afala uallimaka kalaman idza anta qultahu azhaba Allohu azza va jalla hammak va qada anka daynak." Sizga bir kalimalarni o'rgatay. Agar siz shu kalimalarni aytsangiz, Alloh taolo sizni g'am, tashvishlaringizni ketkazadi va qarzingizni ham uzadi. Alloh taolo yengillatadi. Qarzdan ham qutulasiz, g'am, tashvishlardan ham qutulasiz. O'rgataymi deganlarida qala qultu bala ya Rasululloh. Aytadilar: "Men albatta ey Allohning rasuli, o'rgating" dedilar. Qala qul idza asbahta va idza amsayta Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min g'alabati ad-dayn va qahrir rijal. Aytadilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ertalab va kechqurun mana shu duoni o'qing. Ertalab o'qing va kechki paytda o'qing. Allohim, men sendan g'am, tashvishdan panoh so'rayman. Allohim, men sendan ojizlikdan va dangasalikdan panoh so'rayman va qo'rqoqlikdan va baxillikdan panoh so'rayman va qarzga botib qolishdan va odamlarning qahrining ostida qolishdan panoh so'rayman deng dedilar. Qala fa fa'altu zalika fa azhaba Allohu azza va jalla hammi va qada anni dayni. Aytadilar Abu Umama, men shuni qildim.
ertalab va kechqurun shu duoni o'qidim. Ya'ni qoldirmasdan har kuni o'qiganlar aytadilar, Alloh taolo meni g'am tashvishimni ko'tardi, ketkazdi va qarzimni ham uzib yubordi, qarzdan ham qutuldim dedilar. Chunki Allohning rasuli aytayapti. Allohning rasuliga itoat qilish, u kishi aytgan maslahatni olish va aytilganidek qilishda baraka bor. Albatta unda bir xayr bor. Chunki وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. U kishi Muhammad sallallohu alayhi vasallam gapiradigan hech bir so'z u kishini havodan, istagidan olib gapiriladigan so'z emas. U faqatgina vahiy degan Alloh taolo. Shuning uchun olimlar Qur'on ham sunnat ham vahiy deydilar. Qur'on tilovati bilan ibodat qilinadigan vahiy, namozda ham o'qilinadi. Sunnat esa tilovati bilan ibodat qilinmaydigan vahiy. Qur'onni tilovat qilish ibodat, lekin hadislarni o'qisangiz albatta unda ham savob bor, lekin Qur'onga o'xshab tilovat qilinadigan va har bir harfiga 10 tadan savob beriladigan darajada emas. U vahiy, lekin hadislarni namozda o'qilmaydi. Tilovat qilib Qur'on kabi o'qilmaydi. Farqi shunda, ikkalasi ham vahiy, lekin farqi birisi tilovati bilan ibodat qilinadi, ikkinchisi bunday qilinmaydi. Imom Tabaroniy rivoyat qilgan sahih hadisda, bu silsilatu sahihada ham keladi bu hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ma asaba abdan hammun wala haznun, faqala Allohumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madun fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا." Abdullah ibn Mas'uddan rivoyat qilinadi bu hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: agar bir bandaga g'am, tashvish, bir qayg'u yetsa va u quyidagi duoni o'qisa: ey Allohim, Allohumma inni abduk, Allohim men seni qulingman, ibnu abdik, qulingni o'g'liman, ibnu amatik, cho'ringni o'g'liman, ya'ni otam ham onam ham seni bandang. Nasiyati biyadik, meni peshonam seni qo'lingda. Va madin fiyya hukmuk, seni hukming menga o'tadi. Nimani hukm qilsang meni taqdirimda shu bo'ladi. Adlun fiyya qada'uk, agar bir qazoni, qadarni menga yozadigan bo'lsang u adolatdir. As'aluka bikulli ismin huwa lak, seni har bir isming bilan so'rayman. Sammayta bihi nafsak, o'zingni o'zing ismlagan ism bilan. Aw anzaltahu fi kitabik, yo kitobingda Qur'onda nozil qilgan ismlaring bilan. Aw allamtahu ahadan min xalqik, yoinki xalqingdan birortasiga ta'lim bergan ismlaring bilan. Aw ista'tharta bihi fi ilmil g'aybi indak, yo o'zingning huzuringdagi g'ayb ilmida berkitgan, hech kimga bildirmagan ismlaring bilan so'rayman. Qur'oni Karimni meni qalbimning bahori qilgin, ya'ni qalbim Qur'on bilan bahorga aylansin, gullab yashnasin. Va nura sadri, va qalbimni nuri bo'lsin Qur'on. Va jalaa huzni, va g'amginligim ochilib ketsin. Va zahaba hammi, tashvishlarim ketsin deb mana shu duoni o'qisa,
إلا أذهب الله همه وحزنه. Alloh taolo shu duoni o'qigandan keyin uni g'am tashvishlarini ketkizadi va abdalahu makanahu faraja. Uni o'rniga yengillik beradi, xursandchilik beradi dedilar. Buni ham Allohning rasuli aytayapti. Bu duolarni albatta yodlab o'qish kerak. Har bir mu'min ixlos bilan o'qish kerakki, Alloh taolo har qanday mu'mindan g'am tashvishni albatta ko'taradi agar Allohning rasulini so'zidan yursa va Allohning rasulini so'zini bajarsa va maslahatlarini qilsa. Bu Allohning rasuli bu maslahatlarni beryapti. Mana shunday qilsa, mana shunday bo'ladi. Bu duolarni o'qisa, g'am tashvishlari ketadi. Alloh taolo ko'taradi. Alloh taolo yengillik beradi deyaptilar. Hozir bo'lib ham bugungi vaqtlarda g'amdan, tashvishdan shikoyat qiladiganlar ko'p. Mana shu duolarni o'qisa, albatta Alloh taolo faraj, bir yengillik beradi, yordamini beradi, imtihonlarni yengillatadi, og'irliklarni ko'taradi. Alloh taolo barchamizni dinida sobit qilsin. Alloh taolo rasuliga ergashadiganlardan qilsin. O'ziga va rasuliga itoat qiladigan xolis va samimiy qullaridan qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk.